Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, sizlar bilan o'tadigan mavzuyimiz munosabat shakllari mavzusi. Munosabat shakllari mavzusi otlarni, fe'llarni asosan kesimga xoslovchi mavzu hisoblanib, ya'ni kesim vazifasi kiradi bu qo'shimchalarimiz, shakllarimiz. Birgina otlarning, ya'ni ismlarning munosabat shakli yasovchi qo'shimchalarini olamiz. Ulardagi egalik, kelishik, kesimli shakllar, fe'llarniki esa shaxs son, zamon, may shakllari. Bular asosan kesim vazifasida qo'llaniladigan va gapning asosiy tarkibiy qismini shakllanishiga asos bo'ladigan qo'shimchalarimiz hisoblanadi. Bu shakllar orqali biz ona tilining asosiy bug'ini, ya'ni sintaktik bo'limini o'rganishga yordam beradi va bizlar kesimlarni tanlashda hech qanday xatolarsiz aniq va ravon topishimizga ko'maklashadigan qo'shimchalar hisoblanadi. Bulardan endi maydalab oladigan bo'lsak, egalik qo'shimchalar, ya'ni ismlarning, otlarning egalik qo'shimchalarini olamiz. Bilasizlar, egalik qo'shimchalarimiz 3 shaxsda bo'ladi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi shaxsda. Birinchi, ikkinchi, uchinchi shaxs. Birinchi shaxs ko'plikda, ikkinchi shaxs ko'plikda va uchinchi shaxs ko'plikda. Ko'plik, birlik. Birlik shakllari im shakli. Ikkinchi shaxs ing shakli. Uchinchi shaxs s shakli. Birinchi shaxs ko'plik imiz, ingiz va ilari kabi. Bunga olamiz ukam, ukang, ukasi kabi. Ukamiz ko'plikda, ukangiz va ukalari. Demak, munosabat shakllari otlardagi 3 ta shaxsda bo'ladi, ya'ni birinchi, ikkinchi, uchinchi shaxs va ko'plik shakllarida. Bular orqali biz kesimli shaklni tushunib olamiz. Keyingisi kesimli shakllari. Kesimli shakllarimiz ham man, sandir, miz, sizdir kabi shakllar bor. Man, san, dir, miz, sizdir. Mana shu 6 ta shakl orqali biz kesimli shakllarni topishimizga asos bo'ladi otlarda. Bunga olishimiz mumkin. Men talabaman. Talabasan. Talabadir, talabamiz, talabasiz, talabadir kabi shakllar bo'ladi. Agar ot tarkibida man-sandir qo'shimchalari tushib qolsa, punktuatsiya bo'yicha teri qo'llaniladi va ular bir-biriga qarama-qarshi gap hisobida qaraladi. Shuni olishimiz mumkin. Keyingisi kelish shakllarimiz bor. Kelish shakllarini biz yaxshi bilamiz. Otlarda 6 ta shu ona tili fanimizda 6 ta kelish shakllari mavjud bo'lib, bular birinchisi bosh kelishi, hech qanday ko'rsatkichi yo'q. Keyingisi jo'nalish kelishigi ga, o'rin payt kelishiniki da, chiqish kelishiniki dan, tushum kelishiniki ni va xarash kelishiniki ning vazifasini bajaradi. Har bitta kelishik gapda qaysi o'rinda kelishiga qarab, shu gapda shu o'rin bo'lagi vazifasi kelishiga asos bo'ladi. Masalan, birgina qarash kelishiga aniqlovchi vazifasi keladi, tushum kelishiga vositalar to'ldiruvchi vazifasi keladi va dan o'rin payt kelishlari, jo'nalish kelishlari bular hol ba'zan to'ldiruvchi vazifasida kelish imkoniyatiga ega. Bu kelishlarimiz bilan gaplarimiz bog'laydi va sintaktik vazifani bajarib keladi. Keyingisi fe'llarning munosabat shakl yasovchi qo'shimchalari. Fe'llarniki zamon, mayl, shaxs songa bo'lib o'tdik. Endi Shu zamon may shaxsan qo'shimchalar bo'lib olamiz. Birinchisi eng katta mavzularimizdan biri fe'l zamonlar mavzusi.
Zamon qo'shimchalari. Zamon qo'shimcha 3 ta zamon qo'shimchamiz bor. O'tgan zamon, hozirgi zamon va kelasi zamon. Bo'lib o'tgan voqea, davom etayotgan voqea va kelajakda bo'ladigan voqealar haqida ma'lumot berib keladi. Bularning o'zgarish qo'shimchalari bor. Bulardan olamiz. O'tgan zamondagi D, ip, gan, kan, qan. Bunda olamiz. Keldi, kelibdi, uyga kelgan. D bo'lib o'tgan voqea haqida ma'lumot beradi. Ep qo'shimchasi bir tomondan eshitib bilganligini bildiradi. Kelgan bo'lsa o'tib ketgan harakat ma'lumot beradi. Hozirgi zamon qo'shimchalari yapti, moqta, ayotir va ayotib. Bular kelyapti, bormoqda, aytayapti, kelayotib kabi. Ya'ni ayni bo'layotgan ish harakat hozir sodir bo'layotgan voqea haqida ma'lumot berib keladi. Kelasi zamon qo'shimchalarimiz bor. Bular moqchi, ajak, ur, go'si va gayq kabi qo'shimchalarimiz. Bular olishimiz mumkin. Moqchi, ajak, ur, go'si, gay kabi shakllarimiz orqali kelasi zamon qo'shimchalarini berib kelyapti. Kelasi zamon qo'shimchalari asosan kelmoqchi, borajak, urgusi va kelga kabi. Ya'ni kelajakda bo'layotgan ish harakatining sodir bo'lishi imkoniyati mavjudligini bildirib keladi. Keyingi qo'shimchamiz, zamon shakllarimiz bular mayl shakllarimiz hisoblanadi. Mayl shakllar ham asosiy o'ringa ega bo'lib, bular asosan gaplarimizni yanada mazmunli va qay darajada bo'layotganligi va qay darajada bog'lanayotganligiga asos bo'ladigan qo'shimchalarimizdan biri. Ikkinchisi, ya'ni fe'llarning munosabat shakllari qo'shimchalarining ikkinchi shakli bu mayl shakllari. Mayl shakllari. Bularni olamiz. Buyruq mayl shakllari. Buyruq istak mayl shakllari ekan. Birinchi shaxsda demak, ikkinchi shaxsda va uchinchi shaxsda bo'linadi. Birinchi shaxsda ay va ayin. Keyin ikkinchi shaxsda gen. Uchinchi shaxsda sin. Endi xuddi shaxson shakllarga shu zamonga bo'linadi ular ham. Birinchi shaxs birlik, birinchi shaxs ko'plik va ikkinchi shaxs ko'plik, uchinchi shaxs ko'plik kabi. 1, 2, 3. Bunday ko'pliklar aylik, ing va ingiz. Uchinchi shaxs sinlar. Masalan, birinchi shaxsga borayin, o'qiyin kabi. Ikkinchi shaxsda o'qigin, uchinchi shaxsda o'qisin. Birinchi shaxs bitta boraylik, o'qiylik, boring, o'qing, boringiz, o'qingiz va o'qisinlar kabi shakllarda ishlatilib keladi. Va oxirgisi shaxson shakllari hisoblanadi. Shuni yodda tutinglarki, aziz o'quvchilar, shaxson shakllari bilan otlarni kesimlik shakllarini farqlash kerak. Otlarning kesimlik shakllari mansandir bo'lsa, fe'llarning shaxson qo'shimchalari bu 3 ta shaxsni bildiradi. Bu ham keldim, kelding, bordi, bordilar, ular shular kabi shaklda ishlatilib keladi. Va ko'plik shakllar tuslanishi bor ekan. Birinchi shaxs tuslanish, birlik tuslanish va ikkinchi shaxs tuslanish bo'ladi. Birinchi shaxsda keldim, kelsam, kelding kabi. Ikkinchi shaxs tuslanishi esa
kelibman, kelibsan, kelibdi kabi shaklda qo'llanib keladi. Buni qo'shimchalar demak. Kelding masalan. Keldim. Kelsang. Kelsa. Bu birinchi shaxs kuchlanishi bu. Ko'plikda keldik, keldingiz, keldilar. Endi ikkinchi tuslanishi bor buni. Ayni shu shaxson shakllarni bu birinchi tuslanish deydigan bo'lsak, ikkinchi tuslanishi bor bu yerda. Ikkinchi tuslanish birlik va ko'plik shakliga bo'linadi ular. Birlikda Oshili man shakli. Kelibman, san shakli kelibsan, de shakli kelibdi. Ko'plik shakli kelibmiz, kelibsiz va kelibdilar. Ya'ni sizlarga savol tushadi. Masalan, Farruh Zokirovning yor-yorishmasi bor, kelibdi degan qo'shig'i bor. Ya'ni to'ylarda ishlatiladi. Kelibdi shakli shaxson, fe'llarning shaxson shakllarining ikkinchi shaxs tuslanishining uchinchi birlikdagi shakli, kelibdi shakli beradi. Shuni misol olishimiz mumkin ekan. Demak, aziz o'quvchilar, sizlar bilan o'tadigan mavzum shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.